o'tgan yili ekkan shaftolimiz. Mana ko'rsatib o'tay. Bu yil ableskasini sizlarga qilib ko'rsataman. Kamerachi yo'q. Buni ichini ochib chiqamiz. Juda ham ko'p gullab olgan Samanta shaftolisi. Endi buni ichini ochib, tepadan quyoshni kirgizishimiz kerak. Mayda daraxtlaringiz bo'lsa, yana bir qator ko'rib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p. Xudo xolasa 2-yildanoq bizning daraxtlarimiz mevaga kiradi mana shu holatda.